Sahabiler izledin, çaknıgan izzet nuri, bütkeni sıkkın idin, hak İslam'ın tübuli. Baş ekmez kafirga, şiddet bilen atseli, Hemze Halid Museb'tek, şir yürek oğlanları. Rabia ibn Ka'b. Rabia ibn Ka'b mundaq deydi. Dilim imanning nuri bilan yo'rg'an, dilim islom tushunchalar bilan ro'shanlashgan vaqtlarim dal mening kichik vaqtlarim edi. Men payg'ambar alayhissalomni tunji qitim ko'rishimdala uni butkul vujudim bilan yaxshi ko'rib qolgan edim. Mening uni yaxshi ko'rishim shu darajaga berib yetganki, men uningga bo'lgan yaxshi ko'rishim uchun har qanday narsadan voz kechishga hozir edim. Shunga bir kuni o'z-o'zimga: "Voy sana, ey Rabia ibn Ka'b, sen nima uchun o'zingni payg'ambar alayhissalomning xizmati uchun pido qilmaysan? Sen berib, o'zingni uning xizmatiga tutib ber. Navoda sen uning roziligiga erishalsang, uningga yaqinlashish orqali bu dunyoda cheksiz baxtga, oxiratda bo'lsa cheksiz yaxshilikka erishsan." Dedimda, balalik davrimdan boshlabla o'zimni payg'ambar alayhissalomning xizmatiga atadim. Mening uning xizmatini qilishdan iborat orzuyim bekorga ketmadi. Payg'ambar alayhissalom meni xizmatiga qabul qildi. Men uningga xizmat qilishga qabul qilingan kundan e'tiboran uning soyasiga o'xshash uningdan bir qadam ayrilmadim. Nagil borsa birga bordim. Qaysi tarafga qarasa men uning oldida hozir bo'lib turdim. Biror narsaga ehtiyoji borligini his qilsam, darhol shu hojatini ravo qilish uchun oldirdim. Butun bir kun uning xizmatida bo'lib, xubtan namozdan keyin payg'ambar alayhissalom yetib bo'lganda qaytmoqchi bo'ldimda, yana o'z-o'zimga: "Ey Robiya, sen nima bilasan? Balkim payg'ambar alayhissalomning kechida biror ish chiqib qolar" deganimcha uning eshigi oldida o'ltiratdim. Payg'ambar alayhissalom ko'pincha kechalarni qiyomda turib namoz o'qigan holda o'tkazatdi. U namozlarda sura Fatihani takrorlaydiganligini, uni yarim kechadan o'tganlarda o'qiydiganligini, ba'zida Allohni maqtagan odamning hamdisini qabul qildi deydiganligini va bu so'zni sura Fatihadimi ko'proq takrorlaganligini anglaytdim. Men charchab, ba'zida uxlab qolsam, ba'zida uyga qaytatdim. Bir kishi payg'ambar alayhissalomga biror yaxshilik qilsa, u yaxshilik qilguvchining qilgan yaxshiligidanmi bakrak yaxshilik qaytaradi. Bu uning odatlaridan edi. Bir kuni u meni mukofotlamoqchi bo'lib, yonimga kelib: "Ey Robiya" deb chaqirdi. "Xo'sh, ey Allohning payg'ambari" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Mendan so'rag'in, men sening so'rag'iningni beray" dedi. Men bir oz o'ylanib olgandan keyin: "Ey Allohning payg'ambari, men sendan nima so'rashim kerakligini hozircha bilolmadim. Men o'ylanishga biroz vaqt bergan bo'lsang" dedim. "Bo'ladi" dedi payg'ambar alayhissalom. Dal mushu kunlarda men hech nimasi yo'q bo'ytoq edim. Mening yotqudek uyim yo'q bo'lg'ashqa, boshqa peqir musulmonlarga o'xshash masjid supasida yetib qopatdim. Bizning kishilar musulmonlarning mehmonlari deb chaqirishadi. Musulmonlardan biror kishi payg'ambar alayhissalomga sadiqa ilib kelsa, u bu sadiqining hammasini bizga avatib beradi. Agar birorsi sovg'a taqdim qilsa, payg'ambar alayhissalom uningdan ozroq bir qismini ilib, qolganning hammasini bizga avatib beradi. Payg'ambar alayhissalom mening uningdan biror narsa so'rashini aytgandan keyin, ko'nglim menga payg'ambar alayhissalomdan mol dunyo so'rashni, boshqa boy kishilardek uylik o'choqliq bo'lishni talab qilishni vasvas qildi. Ko'nglimning bir tarafi bo'lsa: "Yo'q, ey Robiya, u narsalarning hammasi baqosi yo'q tugab ketadigan narsalardir. Allah sana berishni ustiga olgan narsalar bor. Allah sana uni cho'qim berdi. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa Allohning hurmatli bandasi. Uning Allohdan tilaganlari berildi. Sen payg'ambar alayhissalomdan o'zingning oxiratligi uchun yaxshilik so'rab berishini tilagan" dedi. Bu xiyolim bilan dilim cheksiz xursandlikka to'ldi. Men bu talabni so'rashni qaror qilgan hamon payg'ambar alayhissalomning oldiga keldim. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Robiya, nima demoqchisan?" deb so'radi. "Ey Allohning payg'ambari, men sening Allohdan
mening sana jannatdami hamroh bo'lishimni so'rab berishingni o'tinib so'rayman, dedim. Buni sana kim o'rgatdi? deb so'radi payg'ambar alayhissalom. Alloh bilan qasamki, buni menga hech kim o'rgatmadi. Lekin sen so'ragan deganda ko'nglim dastlabda dunyoning yaxshiligini so'rashni vasvas qildi. Arqadilla dilimda boqiy dunyoni fani dunyodan a'lo bilish tuyg'usi bosh ko'tardi-da, sendan yuqorqi talabni so'rashni qaror qildim, dedim. Payg'ambar alayhissalom bir oz o'ylangandan keyin yana mendan so'raydigan boshqa hojatlaring bormi deb so'radi. Sendan so'ragan narsani hech nimaga tan qilmayman. Shu menga yetarlik, dedim. Payg'ambar alayhissalom, undoq bo'lsa, sen sajdani ko'p qilish orqali menga yordam bergin, dedi. Shuningdan keyin dunyoda payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lish nasibasiga erishgandek, jannatdami hamroh bo'lish nasibasiga erishish uchun ibodatda texmi tirishchan bo'lib ketdim. Yuqorqi suhbatning bo'lib o'tganiga ancha uzoq bo'lmagan kunlarning birida payg'ambar alayhissalom meni chaqirib, "Ey Robiya, to'y qilmamsan?" deb so'radi. Biror ishning meni sening xizmatingni qilishdan yuz o'rishimga sababchi bo'lib qilishdan ansirayman. Uning ustiga ayolimga to'yliq bergidak ham uning jinini beqib ketgudak molmi yo'q, dedim. Payg'ambar alayhissalom gap qilmadi. Payg'ambar alayhissalom uningdan keyin yana bir qitim o'xshash savolni so'rab edi, menmi o'xshash javobni berdim. Keyin men yolg'iz qolganda o'z-o'zimga, "Ey Robiya, is sana. Payg'ambar alayhissalom albatta sening ahvolingni, sening dining va dunyoliqing uchun yaxshi bo'lgan qandoq narsaga ehtiyojli ekanligingni ham sening qishingda bor yo'q narsani obdan bildigan tursa. Alloh bilan qasamki, payg'ambar alayhissalom endi bundoq savol so'rasa, men chuqum ma'qul deyman, dedim. Oradan uzoq o'tmay, payg'ambar alayhissalom menga yana, "Ey Robiya, to'y qilmamsan?" deb so'radi. "To'y qilay, ey Allohning payg'ambari. Biroq kimi menga qizni berar? Sen mening ahvolimni obdan bilasan", dedim. Payg'ambar alayhissalom, "Sen palonining uyiga borgan va ularga Payg'ambar alayhissalom sizlarning paloni qizinglarni menga nikohlab qo'yishinglarni buyurdi degan", dedi. Men payg'ambar alayhissalomning buyrug'ini bo'yicha u oilaga nihoyat xijil bo'lgan holatda bordim va ularga payg'ambar alayhissalom sizlarning paloni qizinglarni menga nikohlab qo'yishinglarni buyurdi, dedim. "Qizimiz paloninimi?" deb so'radi ular. "Ha, shuni", dedim men. Allohning elchisini va u avatgan elchini qizg'in qarshi olamiz. Alloh bilan qasamki, Allohning payg'ambarining elchisi hojati ravo qilingan holda qaytarildi, deb ular qizini menga bermoqchi bo'ldi. Men payg'ambar alayhissalomning qishiga qaytib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men nihoyat yaxshi bir oiladan keldim. Ular menga ishonib qizni bermoqchi bo'ldi. Biroq men u to'yliqni nerdan topaman?" dedim. Payg'ambar alayhissalom Burayd ibn Hasibni chaqirdi. Burayd Bani Aslam qabilasining rahbarlaridan edi. "Ey Burayd, sen Robiyaga nökchi miqdori oltin jug'lab bergan", dedi. U bu oltinlarni jug'lab berdi. Payg'ambar alayhissalom menga, "Sen bu oltinlarni ilib, bu qizingizning to'yliqi degan", dedi. Men ularning uyiga kelib, ularga oltinlarni bersam, ular uni qabul qildi va rozi bo'lishib, "Intayin ko'pkan, intayin yaxshikan" deyishib ketishdi. Men yana payg'ambar alayhissalomning qishiga qaytib kelib, men ulardek yaxshi odamlarni ko'rmagan edim. Ular to'yliqni oz ko'rmay rozi bo'lishib, "Intayin ko'pkan, intayin yaxshikan" deyishib ketdi, dedim va "Endi nima bilan to'y qilaman?" dedim. Payg'ambar alayhissalom yana Buraydga, "Uningga bir qo'shqarning pulini yig'ib beringlar", dedi. Ular nihoyat cho'ng bir qo'shqarni ilib berdi. Payg'ambar alayhissalom menga, "Sen Oyshaning qishiga borgan. U sana qishidagi arpalarning hammasini bersin", dedi. Oyshaning qishiga keldim. Oysha menga, "Avu sivatni olgan. Uningda 7 sa arpa bor. Alloh bilan qasamki, bizning qishimizda buningdan boshqa oshliq yo'q", dedi. Men qo'shqar bilan arpani elib, qiz tarafning oilasiga bordim. Ular, "Arpani biz tayyorlayli. Qo'shqarni tayyorlashga sening do'stlaring mas'ul bo'lsin", dedi. Men va Aslam qabilasidagi kishilar qo'shqarni so'yib uni pishirdik.
go'sht va non tayyor bo'ldi. Shunday qilib, men to'y ziyofati berdim va to'yga payg'ambar alayhisalomni chaqirdim. Payg'ambar alayhisalom to'yga keldi. U yana menga Abu Bakrning ziminining qishidan bir parcha zimin berdi. Menmo dunyolik bo'lib qoldim. Hatto bir kuni men Abu Bakr bilan bir tup xurmini talishib qoldik. Men uningga bu xurma daraxti mening ziminimda. Shunga bu daraxt mening deydim. Abu Bakr bo'lsa, "Yo'q, bu xurma daraxti mening ziminimda" deydi. Men talishib vergashga Abu Bakr men yomon so'zdan birini deb soldi va orqadanla pushaymon qilib, "Ey Robiya, sen meni tillab o'chingni olgan" dedi. Men Alloh bilan qasamki, men hargiz unda qilmayman dedim. Abu Bakr, "Undaq bo'lsa, men payg'ambar alayhisalomning oldiga berib, sening meningdan qisos ilishga unimog'anligingni shikoyat qilaman" dedi. U payg'ambar alayhisalomning qishig'i mangdi. Menmo uning orqasidan mangdim. Menga qavmimdagi bir qancha kishi ergashdi va u odam seni avval tillagan turuqliq, yana tehi payg'ambar alayhisalomga seni chiqishtirib mangdimi deyishdi. Men, "Voy sizlarga, bu kishining kimligini bilmamsizlar? U kishi eng rostchil Abu Bakr'g'u. U musulmonlarning peshqadami. Men Abu Bakrning sizlarning men bilan birga kelganliklaringizni ko'rib qilib, sizlarni men yordam bergil kepti deb qarab, sizlarga g'azablanib qilishidan. Bu gumon bilan payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kirganda Allohning payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalomning g'azablanib, mening halok bo'lib ketishimga sababchi bo'lib qolmaslik uchun sizlar qaytib ketinglar" dedim. Ular qaytdi. Abu Bakr payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, bo'lgan ishlarni so'zlab berdi. Payg'ambar alayhisalom mendan, "Ey Robiya, sizlarga nima bo'ldi?" deb so'radi. Xuddi Abu Bakr sana degandek, biz talishib qolgandan keyin u qilib solgan yomon so'zi uchun mening shunday so'zni qilishimni talab qildi. Men unutmadim. "Sen bunday so'zni qilma. Biroq sen Alloh Abu Bakrni kechirsin degan" dedi. "Alloh Abu Bakrni kechirsin" dedim men darhol. Abu Bakr qaytdi. Uning ko'zlaridan bo'lsa taramlab yoshlar quyiladi. U, "Ey Robiya, Alloh sana men tarafdan yaxshilik ato qilsin" deydi. Robiyaning bayoni mushu yerda oxirlashdi. Alloh hammamizni Robiya va Abu Bakrdek bir-biriga mehribon, yaqin qarindoshlardan qilsin. Iymonimizni kuchaytirib, islomimizni yanglab tursin. Alloh bizni har vaqt gunohsiz holatda turishga muvaffaq qilsin. Dillarimizni birlashtirib, uni texmi nurli qilsin. Amin. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Usmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazrdek ummatning polvonlari